xiyonatni bilib qolgan ayol shok holatida o'ziga qarshi ishlaydigan 3 ta xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi, gumonlarini yoki isbotlarini to'g'ridan to'g'ri eriga aytadi. Bu bilan o'zini oldida faqat 2 ta yo'l qoldiradi. U ham bo'lsa ketish yoki mag'lub bo'lib qolish. Ikkinchisi, erini ma'shuqasi yoki uni yaqinlarini topib xiyonatga oydinlik kiritishga harakat qiladi. Bu bilan ma'shuqaga va unga taalluqli bo'lgan insonlarga o'ta muhimlik berib qo'yasiz. Vaholanki, u inson siz va hayotingiz uchun hech kim bo'lishi kerak. Uchinchisi, xiyonatni eringiz bilan muhokama qilib, unga o'zini oqlashga imkon berib qo'yishingiz. Bunday qilganingizda eringiz xiyonat qilishi siz uchun norma deb o'ylab qoladi. Xiyonatga uchrab bu vaziyatdan g'olib bo'lib chiqishni sirlarini keyingi reelslarda aytib beraman.